Cüveyriye binti Haris raziyallahu anha. Cüveyriye, Bani Mustalaq qabiləsinin katta başlarından biri bolğan Haris ibn Abu Zirarның qızı bolub, İslamni qabul qilishdan ilgari Safvonga yotliq bolğan edi. Hicriye 5-yili Bani Mustalaq qabilasi bilan musulmonlar orasida yuz bergan urushqa Hazrati Cüveyriye bilan yo'ldoshi Safvon mushriklar sepida turib qatnashidi. Musulmonlarning g'albisi bilan oxirlashgan bu urush jarayonida Safvon o'lidi. Cüveyriye bo'lsa musulmonlarga asirga tushib qoladi. Musulmonlar bilan kafirlar orasida yuz bergan urushlarda qo'lga tushgan asirlar sahobalar orasida taqsim qilingan bo'lib, bu qitimliq urushdan keyinmi o'xshashla asirlar sahobalar orasida taqsim qilinishga boshlandi. Bu qitimqi urushda musulmonlarga asirga tushgan Cüveyriye Sabit ibn Qays ibn Shammasning yoki tag'isining o'g'liga bo'lib beriladi. Urush qatnashgan sahobalar g'animatlar orasida taqsim qilingan bu asirlarni xolisa qul qilib ishlatdi, xolisa ma'lum miqdor mol qarshiligida ozod qilib o'tadi. Bani Mustalaq qabilasining isilzodisi bo'lgan Hazrati Cüveyriyening qimmati 2 asrning qimmatiga barobar qilib bekitilgandan keyin u o'zi taqsim qilingan kishiga bir miqdor to'lam to'lash badliga ozod qilib o'tilishga kelishidi. Va bekitilgan to'lamni to'lashga yordam qilishni talab qilib, payg'ambar alayhisalomning yoniga kelib, o'zini tunishtirgandan keyin o'zi taqsim qilingan kishiga to'lam berish kelishganligini bayon qilib, bu to'lamni to'lashga yordam qilishni talab qiladi. Payg'ambar alayhisalom uning fidyasini to'lab, ozodlikqa erishtirgandan keyin Hazrati Cüveyriye'ga o'ylanish taklifi qo'ydi. Payg'ambar alayhisalomning fazilati va axloqi qoyil bo'lgan Hazrati Cüveyriye islomni qabul qilib, musulmon bo'ladi va payg'ambar alayhisalomning taklifini qabul qiladi. Hazrati Cüveyriye'dan naql qilingan boshqa bir rivoyatda otasi asirga tushgan qizini qutuldirish uchun Madinaga keladi va payg'ambar alayhisalomning huzuriga chiqib, o'zining qavmi ichida intayin sharafli kishi ekanligini, shuning uchun qizining qo'yib berilishini umid qilganligini bildirdi. Payg'ambar alayhisalom uning bu talbiga javoban qizingga tanlash huquqi berman deydi. Buni anglagan Haris darhol qizning yoniga berib, Muhammad seni o'z ixtiyorligingga qo'yib berdi. Hargizmi bizni nomusqa va o'ng'aysiz ahvolga tushirib qo'ymagan deb yolvurishga boshlaganida qalbi iymon nur bilan nurlangan Hazrati Cüveyriye hech ikkilanmasdan "Men payg'ambar alayhisalomni tanlayman" deb javob berdi. Qizining bu javobini olgan otasining dastlabda intayin ko'ngli yerim bo'lgan bo'lsa-mu, payg'ambar alayhisalomni uning haqiqiy payg'ambar ekanligining dalillari bilan tonigandan keyin kalima shahodat aytib musulmon bo'ladi. Va ularning nikohiga qo'shilib, qizi Cüveyriyeni payg'ambar alayhisalomga yotliq qiladi. Mana shunday qilib, qizini asirlikdan qutuldirish uchun kelgan Haris o'zini kufrdan qutuldirib, payg'ambar alayhisalomning qaynotasi bo'lish sharafiga erishdi. Payg'ambar alayhisalomning har bir nikohining shar'iy yoki siyosiy orqa ko'rinish bo'lganidek, bu nikohidami Bani Mustalaq qabilasining katta boshlaridan biri bo'lgan Harisning qizi Hazrati Cüveyriyega uylanish orqali qabila kattalari va aholisining iymon etishiga vasila bo'lish bilan birga Bani Mustalaq qabilasi bilan musulmonlar orasidagi dushmanlikni do'stlikqa aylantirgan edi. Hazrati Cüveyriye raziyallahu anha boshqa sahaba va soliha ayollarga o'xshash yaxshi ishlarga va ibodatlarga intayin ahamiyat beradigan, har doim zikr duolar bilan mashg'ul bo'ladigan ayol edi. U payg'ambar alayhisalom bilan bo'lgan nikohining barakati bilan qavmining musulmon bo'lishi va musulmonlar bilan ittifoq tuzib, o'xshash bir safda bo'lishiga vasila bo'lganligidan mu'minlarning onalari orasida barakatli ayol deb ta'riflanadi. Hazrati Cüveyriye musulmon bo'lib, payg'ambar alayhisalom bilan nikohlangan kunidan boshlab payg'ambarimizning xizmatida bo'lish bilan birga butkul hayotini Allohga ibodat qilishga va izchil yaxshi ishlarni qilishga bag'ishlagan taqvodor onalarimizdan biri edi.
Juvayriya anamiz Hijriya 57-yili Madinada vafot bo'ldi. Jinoza namozini Madinaning shu vaqtdagi valisi Marwan ibn Hakam o'qiydi.